do'stlar, biza yana bugungi videoda PUBG'da emotsiyalar qilamiz. Chunki biza Hero account mana accountim yana kuchaytirishga bittasi berib turgan. Yana hozir emotsiyalarni ko'rsatib, bir livik bosib chiqamiz, o'yinlarimizni ko'rsatadi. Hozir Hero ana emotsiyalarni ko'rsatadi. 1 2 3. Sizlar nimaga aytmayapsizlar? Hozir Davay, qo'shtiramiz. Like, obuna bo'lib tashlaylik. davay. 50 like'dan keyin ana o'ynaymiz. Livik. Daltraz o'yinlar ham like qo'yamiz. Davay, endi boshla. Bo'ldi. 1 2 3 Hero'ning emotsiyasi. 1 2 3. Mana Hero'ni bu emotsiyalar zo'r ekan. Endi biz Umar Sibabning emotsiyalarini ko'ramiz. Shu paytda bolalar mana shu akkauntga 50 ta obunachi bo'lsa, ya'ni 50 tadan yana oshsa o'zi 223 ta. Agar yana 300 ta bitta qo'ysanglar, akam bilan bo'ldi. Biz Erangil liviklarni bo'l 23 minut ko'p minutli videolar qo'yamiz. Hozir ozgina mayli. Like ko'p bossanglar bo'ldi. Hozir livik bosaveramiz. Nima bu? Hozir bolalar sizlargacha bitta anaqa ko'rsataman senga. Hop 1 2 3. Hero'ni qaranglar, kimlarni. Oy. Mana uchun ikki ochmagan Bo'ldi, ochmay bo'ldi. Ana kimniki o'g'laman. Bo'ldi, shu paytda agar bo'ldi, sizlarga biz ishondingmi, ishonmadingmi, hozir biz livik bosib turamiz. O'lsa ham, o'lmasa ham kulmaylik ustimizdan, iltimos. Arena bosib. Birinchi arenaga bunday emotsiya qarab. Men o'zimdan so'raganman. Qachaq qo'yman. Okelarga qarang, mas'uldan to'g'rilab keyingi video 50 bu videoga 50 ta like yig'ib, keyin livik arena 20 yarim soat, 20 soat, 20 minutlar o'ynaymiz. Hammaga xayr, sizlarga ko'rsatdim. Bo'pti.